Assalomu alaykum. Men Amirqulov Anvarning ayasi bo'laman. O'g'lim mana shu bozor skolda bir necha yildan beri Kozimjonga keladilar matematikadan. Mana shu yaqinda darajani qo'lga kiritdi. Juda ham xursandman bundan, juda ham hozir hayajonlanib turibman-da. Mana shu o'quv markazidagilarga barchasiga katta rahmat aytaman, tashakkur aytaman. Assalomu alaykum hammaga. Men Rahimova Nilufar, Safaraliyev Muhammadjonning onasi bo'laman. O'g'lim 14-umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi. O'g'lim bir necha yildan buyon Bozorov School o'quv markazida Ahmadov Akbar ustozi yordamida matematika fanidan tayyorlanib keladi. Bu yilgi aprel oyida bo'lib o'tgan matematika fanidan bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonida o'g'lim 100% bilan aprel sertifikatini qo'lga kiritdi. Men buning uchun Bozorov School o'quv markazi va ustozlariga hamda ustozi Ahmadov Akbar ustozga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan birga 14-maktab o'qituvchilari, ustozlariga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Baxtiyorov Dalerdi onasiman. Bozorov School o'quv markaziga rahmat aytaman. O'g'lim 14-maktabda 9-sinfga o'qiydi. Bozorov Shohista ustoziga ham rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Rob ustozga mana shu Bozorov School o'quv markaziga keladi. O'qituvchilarga minnatdorchilik bildiraman. Yaqinda o'g'lim A+ oldi. Rahmat shu Bozorov School o'quv markaziga minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum. Men Gulmira Suyunova Almardonov Shahzodning onasi bo'laman. Meni o'g'lim bir necha yillardan beri Bozorov School o'quv markaziga tayyorlanib kelayotgandi. Rauf Toir ustozga matematikadan tayyorlanardi. Rauf Toir ustozga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozir milliy sertifikatga topshirib, A+ni qo'lga kiritdi. Bozorov School o'quv markazining ustozlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu jumladan 14-maktab ustozlaridan Bozor va Shohista domlaga, To'ray va Gulzoda domlaga va rahbari Meliyev domlaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.